Universitet faoliyatiga demak biz vatandoshlarimizni ham chorladik. Vatandoshlarimizdan mana To'ychiboyev Nishonboy bizda asosan demak ta'lim olib ketgan o'zimizni talabamiz bo'lgan. Bugun Koreya tadqiqot markazida katta ilmiy xodim sifatida doktorlik dissertatsiyasini qilyapti. Bu vatandoshimiz bilan kelishib oldik. Bizga tashrif buyurdi, universitet talabalari bilan uchrashdi, ularga yosh olimlarga motivatsion seminar o'tkazib berdi va universitetga qaytib faoliyatini universitetda boshqarishga kelishib oldik. Bundan tashqari Sariboyev Anvar o'zimizda ishlab ketgan xodimimiz bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining Connected universitetida demak ilmiy xodim bo'lib ishlayapti. Bu kishi bilan biz kelishib oldik. Universitetda faoliyat yuritish uchun demak talabalarimizga dars berishga, seminar o'tishga rozilik bildirdi. Bundan tashqari bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida doimiy amaliyot olib borayotgan shifokor, o'sha stomatolog shifokor tashrif buyurib, talabalarimiz bilan bevosita muloqot qildi va bu shifokorimiz ham doimiy ravishda universitetga tashrif buyurib, talabalar bilan ishlash o'zini ishtiyoqini bildirdi. Mana shunga o'xshagan vatandoshlarni biz keng jalb qilgan holda ta'limda yangi xalqaralashuvni amalga oshiramiz.